Bovam aytqan hikmetler. Hünerning xasiyeti. Avazda Xuncham Rozi. Qadimqi zamonda Samat ismli bir kishi shariat oldida cho'ng gunoh o'tkazib, o'limga hukm qilinibdi. Jallat hukmni ijro qilish uchun Samatni dar oldiga elib ketib olsa, Samat ha deb, "Voy isit" deb hasrat chekibdi. Jallat bu gapni anglab, "Bu gunohkorning hayotlarga qoldirib ketadigan bir hikmati bo'lish kerak. Buningdan bir ig'iz gap so'rab yiqib, ondan o'ltirsakmi kechikmas" deb o'ylab, Samatni dar oldiga to'xtatib qo'yib, podshoning oldiga berib, ahvolni bayon qildi. Podsho cho'ng gunohkorni yondirib kelishni buyuribdi. Jallat Samatni podsho oldiga elib ketdi. Podsho Samatdan: "Sen nima uchun o'lim oldida voy isit deb faryod ursan? Yoki jazoga noqoyilmisan?" deb so'rabdi. "Ey podsho olim", debdi Samat. "Men jazoga noqoyil emasman. O'lishimga hasrat chekmayman. Voy isit deb hasrat chekishimdagi sabab mundaq. Olam bino bo'lgandan tortib, ta hozirgacha qassoblar o'chk so'yganda go'shini qilib o'tadi. Men o'chkini so'yganda qilmay pokiz so'yishni kashf qilgandim. Lekin bu hunarni texi biriga o'rgatmagan. Endi o'limga hukm qilindim. Men dar oldiga ketib o'tib ichimda. Men bu hunarimni biriga o'rgatib qo'ysam bo'lgankan. Men o'lsam, bu hunar men bilan ketadi. Qassoblar yana o'chki go'shini qilib o'tadi" deb o'ylab, "Voy isit" degandim. "Shu hunaring rasmi?" debdi podsho. "Rost", debdi Samat. "O'rdining qasbimi o'chk so'yganda go'shini qilib o'tadi. Mushu hunaring uchun men sening gunohingni kechirdim. Sen mushu hunaringni oldimda namoyon qil", debdi podsho. Jallat chiqib jazo maydonidagi xalqni tarqalishga buyurib, darning tasmasini yeshibdi. To'p ichidan biri jallatdan so'rabdi: "Gunohkorni nimishqa darga osmaysizlar?" "Osmaydigan bo'ldik", debdi jallat. "Nima sababdan?" "Nima sababdan bo'ladi? Hunarning xosiyatidan", deb javob berdi jallat.